Hurmatli o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan o'ttimli va o'ttimsiz fe'llarni ko'rib chiqamiz. O'ttimli fe'l tushum kelishiga ne qo'shimchasini qabul qilgan so'z bilan bog'lana oladigan fe'llar hisoblanadi. Masalan, bu yerda kitobni o'qidi. O'qidi fe'l o'zidan oldingi so'zda ne tushum kelishigi bor. Va mana shu kitobni so'zi o'qidi fe'li bilan bog'lana olgan. Bu yerda o'qidi qanaqa fe'l desa o'ttimli fe'l deb olamiz. She'rni yozdi. Yozmoq, yozdi fe'l. She'rni ne tushum kelishigini qabul qilgan so'z bilan bog'lana olgan. Shuning uchun yozdi ham o'ttimli fe'l sanaladi. Endi o'ttimsiz fe'llarda bunday xususiyat yo'q. Ya'ni o'ttimsiz fe'llar bunday xususiyatga ega bo'lmagan fe'llar hisoblanadi. Bunday fe'llarimizda ne tushum kelishigi bilan bog'lanish emas, balki nedan tashqari kelishik hamda ko'makchilar bilan bog'lana olgan fe'llarga nisbatan aytiladi. Masalan, ketdi fe'li uyga ga kelishigi bilan bog'langan. Bu yerda ne yo'qligi uchun ga bilan bog'langanligi sababli biz buni o'ttimsiz fe'l deb tahlil qilamiz. Ikkinchi misolimizda maktabdan chiqdi. Chiqdi fe'l. Bu yerda chiqdi fe'li ham o'zidan oldingi fe'lda dan chiqish kelishiga bilan bog'langanligi uchun ko'ryapsiz, o'zidan oldingi so'zda dan chiqish kelishigi, fe'limiz mana shu so'z bilan bog'lanish hosil qildi va fe'limizni o'ttimsiz fe'llar safida ko'rishimiz mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki, o'ttimli o'ttimsizlikni farqlashimizda bizga ne tushum kelishiga yordam beradi. O'zidan oldingi so'zda ne tushum kelishiga ishtirok etib, u fe'l bilan bog'lana olgan bo'lsa o'ttimli, nedan tashqari kelishiklar, ko'makchilar ishtirok etib fe'lga bog'langan bo'lsa, bunday fe'llarimiz o'ttimsiz fe'llar hisoblanadi.